namozida qunut duosini o'qishlik kerak. Buning hukmi vojib. Vojib. Endi mana shu qunut duosini yodlamagan kishi shu qunut duosini yodlaguniga qadar boshqa duo o'qib tursa bo'ladimi? Bo'ladi. Misol uchun Robbana atinani o'qib tursa bo'ladi. Bu degani bo'ldi. Qunut duosini o'rniga o'shani o'qiversin degani emas. Qunut duosini yodlashlikka harakat qiladi. Ana shuni yodlab ulgurguniga qadar vaqtincha o'sha qunut duosining o'rniga boshqa duoni, xususan Qur'oni Karimda kelgan duolarni, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keltirilgan duolar, xususan Robbana atinani o'qib tursa bo'ladi. Shunga ruxsat bor.